Assalomu alaykum. Men Sirdaryo viloyati Boyovut tumani Barkamol avlod bolalar maktabining Carving to'garak a'zosi bo'laman. Mening ismim Mirsharifa Sarafroz. Men sizlarga bugun turli xil sabzavotlardan atirgullar va gullar yasashni o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi sabzi, sholg'om, qizilcha, turp va baqlajon ham. Bo'lmasam ishimizni boshladik. Carving so'zi inglizchadan olingan bo'lib, turli xil sabzavot va mevalarga naqsh tushirish degan ma'noni bildiradi. Mana gullar bilan qilgan gulimiz bitdi. Ana endi biz sholg'omdan yasashni boshlaymiz. Carving juda ham qiziqarli hunardir. Endi soatimizni bezatishga o'tamiz. Undan avval mana bunday cho'paklarimizni gullarimizga tiqib olamiz. Ana endi mana bunday gullarimizni savatimizga joylashtirib chiqamiz. Bo'lmasam boshladik. Ko'rinish uchun namatak va gul qalampirlardan foydalanamiz. Bitdi. Biz bunday buketlarimizni va gullarimizni turli xil bayramlarda va yaqinlarimizning tug'ilgan kunlariga sovg'a qilishimiz mumkin.